Assalamu alaykum hörmətli televizor görüşçülər. Dunya Uyghur Qurultiyi tor televiziyesi kündilik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 5-ci ayının 25-ci günü səyşənbə. Həminlarning mush vaqtinglar xeyrlik bolsun. Aziz görürmənlər, döndü diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Avropa mətbuatları nopsi 3 milyondan aşmaydigan və iqtisadi küçümü o'ttir səviyyədə bo'lgan Litva Cumhuriyetining o'zining dunyodagi siyosiy ta'siridan halqagan holda Xitoyga qarshi olgan jasur qarorlarining Amerika va uning yaqin ittifoqdoshlarining alohida taqdiriga sazovor bo'lganligini bayon qilishmoqda. Litva parlamenti 20 may kuni mutlaq ko'p sonliq ovoz bilan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlarni insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb rasmiy qaror qabul qilgan. Arqadan Litva hukumati 22 may kuni Xitoyning sharqiy va o'rta Yevropadagi 17 davlat bilan birlashib qurgan 17 qo'shilgan bir iqtisodiy hamkorlik gavdasidan rasmiy chekinib chiqqanligini jakarlash bilan birga mazkur gavdaga a'zo boshqa davlatlarni uningdan chekinib chiqishga chaqirgan edi. Germaniya davlatlik radiosi Germaniya ovozining 24 maydagi xabarda ko'rsatilishicha navbatda Yevropa birligiga a'zo davlatlar ichida nopsi 3 millionga bo'lmaydigan Litva Cumhuriyetining Xitoyga tutgan pozitsiyasi va Xitoyga qaratgan cheklash tadbirlari intayin keskin va qat'iy bo'lib, bu hol Xitoyni intayin bearam qilishga boshlagan. Litva Cumhuriyetidan Xitoyga qarshi tunji diplomatik zarba bu yil 3-oyda kelgan bo'lib, Litva hukumati 2021-yilning oxiriga qadar Tayvanda savdo vakillik organi ta'sis qiladiganligini jakarlab Xitoyning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Orqadan Litva hukumati o'zining har qaysi oydirumlarida Xitoy tarafidan ishlab chiqariladigan bexatarlik tekshirish uskunalarini ishlatishni butunlay cheklagan. Germaniya matbuotlarida ko'rsatilishicha Litvaning Xitoyga tutgan bu xil qattiq qo'l siyosati Amerika hukumatining kuchli diqqatini qo'zg'agan bo'lib, uning ustiga Litva Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti NATOning eng ishonchli va sodiq a'zolarining biriga aylangan. Bu sababdan Litva Cumhuriyeti o'zining olqanchilik davlat bo'lishiga qaramay, ham Yevropa birligiga, ham NATOga a'zo davlatlar ichida inovatlik va hurmatga sazovor davlatlarning biriga aylangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian 24 may kuni muxbirlarning kutib olish yig'inida qilgan so'zida Litvaning Xitoyning sharqiy va o'rta Yevropadagi 17 davlat bilan birlashib qurgan 17 qo'shilgan bir iqtisodiy hamkorlik gavdasidan rasmiy chekinib chiqqanligini qattiq ayiblash bilan birga, buning 9 yildan buyon davomlashib kelgan va mo'l natijalarga erishgan 17 qo'shilgan bir iqtisodiy hamkorlik gavdasining faoliyatlariga ta'sir ko'rsatmaydiganligini ilgari surdi. Kuzatuvchilar bo'libmi Litva parlamentining 20 may kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy qabul qilib olgan qarorining bu jihatda hozirgacha ishkilinib turgan Yevropa birligiga a'zo boshqa davlatlarga bevosita ta'sir ko'rsatib, ularni jasoratlantiradiganligini ifoda qilishmoqda. Dunya Uyghur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandimning stansimizga bildirishicha, yaqinda Amerika Kengash palata a'zolaridan Viki Xartliz va Tom Sivazi birlikda Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlarni majburiy tug'mas qilib etishni cheklash qonun loyihasini tonishtirgan bo'lib, mazkur qonun loyihasida Xitoy hukumatining Uyg'ur qiz-cho'qqanlarini turli tibbiy vositalar orqali farzandlik bo'lanmas qilib etishda qabihliklari tafsiliy bayon qilinish bilan birga, ularning navbatdagi ahvoli jonliq bayon qilingan. Kengash palata a'zosi Xartliz xonim bu vaqtda muxbirlarga qilgan so'zida, Amerika fuqarosi bo'lib sifatimiz bilan biz so'z va e'tiqod erkinligining ta'xirsizligiga ishonamiz. Shundoq bo'lgan ekan, Uyg'urlarning bu xil insoniyatga qarshi jinoyatlarning hujum obyekti bo'lib kelishiga qarab turolmaymiz degan. Ma'lum bo'lishicha bu qonun loyihasi Amerika prezidentidan Amerika Davlat Majlisiga maxsus doklad topshirish. Buningda Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikni hal qilishning qadam bosqichlarini tafsiliy sharhlashni talab qiladi ekan. Shundaqla Amerika Tashqi ishlar ministrligiga bu xil ziyonkashlikka uchragan ayollarga yordam berish hamda shu xil ziyonkashlikning ijrochilariga jazo e'lon qilish to'g'risida ko'rsatma beradi ekan. Navbatda mazkur qonun loyihasi Amerika Avom palatasining Tashqi ishlar va adliya komitetlariga topshirilgan bo'lib, jiddiy muzokara qilinmoqda ekan. Agar bularning muzokarasidan o'tsa, u holda keyingi qadamda palataning umumiy ovoz berishiga suniladi ekan. Ömer Qanat apandimning bildirishicha, navbatda Amerika Davlat Majlisida maxsus Uyg'urlarga munosabatlik bir qancha qonun va qaror loyihasi jiddiy muzokara bosqichida turayotgan bo'lib, bularning ichida Uyg'urlarni eng jiddiy qiziqtirayotgan loyihalarning biri bo'lsa Uyg'ur muhojirlarini qo'g'dash va ularga yordam berish haqidagi qonun loyihasidan iborat. Ömer Qanat apandi stansiyamiz orqali muhojiratdagi qarindoshlarimizni ogohlantirib, Amerikaga Uyg'ur ko'chmanlarini qabul qilish masalasining hozir texnik muzokara bosqichida turayotganligini, bu vaqtda hech qanday bir qonun yoki qaror chiqmaganligini, ammo Turkiya va boshqa ellardagi ba'zi qo'ymachilarning buni suiiste'mol qilib, Amerikaga boradigan ko'chmanlarni tizimlash bahonasida bir qism qarindoshlarimizni aldab, ulardan pul to'plash voqealarining ko'rilishga boshlaganligini, shunga muhojiratdagi qarindoshlarimizning bu jihatda alohida sagak bo'lishi lozimligini. Agar Amerika hukumati bu vaqtda rasmiy qaror olgan taqdirda, buni Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Amerika Uyg'ur birlashmasi qatorliq tashkilotlarimizning xalqimizga rasmiy yo'sinda e'lon qiladiganligini alohida ta'kidlab o'tdi.
Pakistan Tashqi ishlar ministri Shah Mahmudning yaqinda CNN televiziyasi bilan o'tkazgan suhbati jarayonida muxbirning Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa uchrayotganlik masalasi haqida so'rgan savoliga javob berishdan o'zini qochirishi g'arb matbuotlarining kuchli tanqidiga uchradi. Suhbat jarayonida CNN muxbiri Amerika hukumati va boshqa sohaning Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa duch kelyotidi degan mazmunda Xitoy hukumatini ayblaganligini eskartib, "Sizlar nima uchun bu vaqtda zuvon surmaysizlar?" deb so'ragan. Shah Mahmud bo'lsa o'zlarining Xitoy bilan bo'lgan do'stlik aloqasini alohida ta'kidlagan hamda Xitoyni bu masalada oshkora ayblayolmaydiganligidan bishorat bergan. Shuningdek, bu masala to'g'risida diplomatik yo'llar orqali so'zlashayotganligini hamda hamma ishni oshkora deb yurgili bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. Muxbir Xitoy hozir qirg'inchilik qilyotidi. Sizlar iqtisodiy manfaat uchun buni ko'masga selayotamsizlar deganda, Shah maqsud hamma ishning yo'li bo'ladi. Biz o'zimizning mas'uliyatini unutib qolgandek darajada emas degan. Xitoy hukumatining iqtisodiy jihatdagi kontrolligi sababidan ko'plagan islom davlatlari Uyg'urlar masalasida sukut qilayotgan bo'lib, Pokiston hukumati izchil Xitoyning eng yaqin kumpanchisi bo'lib qaralayotganligi ma'lum. Pokiston bosh ministri Imron Xonmi bir necha qitim bu vaqtdagi savollarga javob berishdan o'zini chetga olgan edi. Vice agentligining xabar qilishicha, Xitoy hukumatining besimi ostida Pokiston soqchilari Pokistonda panohlanib turayotgan Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishga boshlagan bo'lib, Pokistonni endi bu davlatga qochib chiqqan Uyg'urlarning bexatar panohgohi deb qarashga bo'lmaydi ekan. Xabarga qaraganda Pokiston doiralari Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori qurilishi uchun Xitoydan olgan 60 milliard dollarlik qarz mablag'i sababidan Xitoyning qattiq besimiga duch kelgan. Xabarda ko'rsatishicha, navbatda Pokiston doiralari Pokistonda turayotgan Uyg'urlarning biologiyalik uchurlarini to'plashga boshlagan bo'lib, bu vaqtda Uyg'urlarga tarqatilgan jadvalda diniy e'tiqodi, oila tarixi qatorliq savollar o'rin olgan. Amerika hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq sobiq bosh elchisi va Uyg'urlar masalasining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bevosita o'tirg'i qo'yilishida intayin muhim rol o'ynagan Nikki Xoli xonim yaqinda Amerikadagi ko'rilish nisbati alohida yuqori bo'lgan Gilinbek radio televiziyasining ziyoratini qabul qilganda Uyg'urlar masalasi hamda Xitoyning dunyo xalqiga akilayotgan tahdidi to'g'risida alohida to'xtaldi. Maxsus suhbatda Nikki xonim har qitim Xitoy hukumati yodiga kasili ko'zdan uyqu qochadiganligi haqida so'z qilib, Xitoy hukumatining navbatda ichki va tashqi siyosatlarining buningdan asosli sabab ekanligini sharhlab o'tgan. Uning bayon qilishicha, Xitoy hukumati ilgirki vaqtlarda ancha g'alvisi yo'q ketayotgan bo'lib, Shi Jinping hokimiyatni qo'lga olgandan keyin hamma narsa ostin-ustun bo'lishga boshlagan. Bo'libmi Shi Jinping kompartiya nizomnomasini o'zgartib, mangulik podshoh bo'lgandan keyin uning bu xil podshohligi xalqaro tashkilotlarga, jumladan Birlashgan Davlatlar Tashkilotigacha so'zilgan. Shundaqli Xitoy hukumati har qaysi a'zo davlatlarning burniga noqib, ularni o'zining sizgan siziqi bo'yicha mengishga qistagan. Amdilikda bo'lsa ular aqliy mulk o'g'riligi hamda harbiy qismlarni zamonaviylashtirishni ishga oshirgan. Ikki qismda bo'lsa millionlarcha Uyg'urni lagerga qamab, ularni insonning yodiga kelmaydigan vahshiyliklar bilan qiynashga o'tgan. Buning bilan amdi qaytlanmaydi degan shuarga eg'ir xiris paydo bo'lgan. U mushu ahvollarni umumlashtirib, Xitoy oldingi qitimqi olimpik musobaqasida bir partiya sifatida o'tirg'i chiqqan bo'lsa, amdiki olimpik musobaqasida o'zlarining dunyoviy kuch ekanligini namoyon qilmoqchi bo'lyapti. Agar bizning buning bilan korimiz bo'lmay ishlar mushundoq ketaversa, ular uzunga qolmay Tayvanni oladi. Tayvanni olgandan keyin bo'lsa, Xitoy butun dunyoni yutishning qo'yiga tushidi degan. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi 2018-yili Nyu-Yorkda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir qitimliq yig'iniga qatnashish jarayonida Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi mas'ul xodimining to'salg'ulik qilishi bilan yig'in zalidan majburiy chiqarib etilgan. Keyin Amerika hukumatining ayni chog'dagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Nikki Xoli xonim bilan Germaniyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi birlikda kepil bo'lib, Dolqun Aysa apandimni yana qayta Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'in zaliga boshlab kirib yig'inga qatnashtirgan edi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining uyushtirishi va Yevropadagi Uyg'ur ham Tibet tashkilotlarining yaqindan moslashishida Dunya Olimpik kuni hisoblangan 6-oyning 23-kuni Shveysariyaning Lozan shahriga joylashgan Xalqaro Olimpik komitetining markazi oldida 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish maqsadida keng ko'lamli birlashma namoyishi o'tkazildi. Ondan boshqa yana Dunya Uyg'ur Qurultiyining uyushtirishi va Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlarining hamkorligida 6-oyning 13-kuni Uyg'ur majburiy amgikidan naf ilayotgan va Urumchidagi sho'ba zavodining ishlab chiqarishini hozirgacha davomlashtirib kelayotgan Volkswagen shirkatining Germaniyaning Wolfsburg shahridagi markaziy binosi oldida keng ko'lamli norozilik namoyishi o'tkazildi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimning tashabbusi bilan 23-may kuni chaqirilgan Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari rahbarlarining to'g'ri yig'inida Qurultiyi rahbarlari bilan Yevropadagi ko'p sondagi Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlari yuqorqi ishki namoyish haqida o'rtaq qaror oldi.
Mazkur namoyishlarga qatnashishni orzu qilgan Yevropadagi Uyg'ur qarindoshlarimiz hozirdan boshlab o'zlarini Dunya Uyg'ur qurultiyiga yoki o'zlari turishliq davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlariga tizimga oldirsa bo'ladi. Dunya Uyg'ur qurultiyi yana yuqorqi 2 qitimliq namoyishni dunyoviy xarakterlik umumiy norozilik harakatiga aylantirish va o'xshash kunda har qaysi allardagi Olimpik komitetlari va Volkswagen shirkatlarining oldida namoyish elib berish uchun hozirdan boshlab har qaysi allardagi Uyg'ur va Tibet tashkilotlari bilan aloqa o'rnatishga boshladi. Dunya Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan oldimizdagi shanba, ya'ni 5-oyning 28 kuni Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirining to'r yig'inini chaqirib, bu vaqtda har qaysi allardagi Uyg'ur tashkilotlari bilan konkret o'rinlashtirish elib berishga hozirlanmoqda. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoy ustidan bu yil 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda o'tkazishni qaror qilgan tunji qitimliq sotining tayyorlik xizmatlari asosiy jihatdan tamomlandi. Bu qitim chaqiriladigan tunji sotning amaliy ahvolini Dunya Uyg'ur qurultiyining YouTube va Facebook sahifasi orqali naq maydondan ko'ra olasiz. Mazkur sotning amaliy ahvoldan chet ellarda yashayotgan qarindoshlarimizni vaqtida xabardor qilib turish uchun istansiyamiz tarafidan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi degan nomda maxsus xabarlar sahifasi ta'sis qilinadi va oldimizdagi yakshanba kunidan e'tiboran bu vaqtda alohida programma tarqatishga boshlaydi va programmamiz Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji soti oxirlashadigan 6-oyning 7-kunigacha qadar har kuni izchil davom qiladi. Bu munosabat bilan 5-oyning 28-kunidan e'tiboran Londonda istansiyamizning vaqtliq studiyasi qurib chiqildi va sotchilar, arzdorlar, guvohchilar, shohidlar va kuzatuvchilar bilan o'tkaziladigan maxsus suhbat programmalari va sotning naq maydon ko'rinishlari istansiyamizning YouTube va Facebook sahifalari orqali ko'rganlarimizga udullik yetkaziladi. Sotning ochilish va naq maydondan tarqatilish soatlari tuvandikicha. 6-oyning 4-kunidan 6-kunigacha tushdan burun London vaqti soat 9dan 13gacha. Tushdan keyin soat 14dan 18gacha. 6-oyning 7-kuni tushdan burun London vaqti soat 9dan 13gacha bo'lib, sot jami 3,5 kun davom qiladi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sotchisi Jifranays apandining bevosita riyosatchiligidagi 9 kishilik baholash hay'ati bu 3,5 kunlik sot jarayonida jazo lagerlari shohidlari. Oilasi vatan ichida ziyonkashlikka uchragan Uyg'urlar, Xitoyning Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikni va boshqa turli jinoiy qilmishlarini dunyoga oshkorlashda muhim rol o'ynagan chet ellik tadqiqotchilar va jurnalistlardan bo'lib, 100 nafarga yaqin kishining Xitoy ustidagi arz va shikoyatlarini anglab o'tadi. Koronavirusi sababli bu shohidlarning ko'p qismi to'r orqali guvohlik berishga hozirlanmoqda. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasi YouTube sahifasiga darhol obuna bo'ling va bu tarixiy sud haqidagi mo'l mazmunli maxsus programmalardan vaqtida xabardor bo'ling. YouTube sahifamizning adresi Dunya Uyg'ur Qurultiyi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasi kündəlik xəvərlər proqrammisini diqqətinizə sunduq. Keyin qaytımlıq proqrammimizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.